Assalomu alaykum. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Telegram akkauntimizni spamdan chiqarishni o'rganamiz. Demak, mana bugun, ya'ni kecha spamga tushgan ekan. Yuborib ko'rgandim. Start bosdim. Shunaqa Amerika nomeri bo'lgani uchun ma'lumot bermadi. Kimgadir xabar yubormoqchi bo'lgandim, yubora olmadim va shikoyat yuborishni bosdim. Cheklangan ekan. Mana shu promptni demak shikoyat sifatida yuborishingiz kerak bo'ladi. Nazoratchilarimiz ko'rib chiqadi dedi. 20:18 da men yana bitta start bosdim. 19:52 da start bosgan ekanman. Qayta sizga xushxabarimiz bor. Hozirda hisobingiz hech qanday cheklovlar yo'q dedi. Misoli erkin qushsiz dedi. Do'stlar, mana spamdan chiqdi. Hech qanaqa yolg'on emas. Ushbu promptni video ostida qoldirishga ham harakat qilaman yoki video ostidagi Telegram bot orqali olib kirib ushbu promptni olishingiz mumkin. Agarda video yoqgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Oq Koderlar kanali hamda Sordirbek Qosimov.